Surxondaryo, xususan Denov va Termiz nomlarining kelib chiqishi tarixiga yuzlansak, Surxondaryo asli Surxob, Qizil suv bo'lib, keyinchalik o'zgarib ketgan. Chunki daryoning bosh tomoni, ya'ni Denov shahrigacha Qizil suv deb ataladi. Daryo Surx urug'i nomi bilan ham atalgan bo'lishi mumkin. Surxondaryo o'rta asrlarda Chog'onrud, qishloq, arab geograflari asarlarida Sog'onrud deb atalgan. Jarqo'rg'on tumanida Surxoniy, Boysun tumanida Pasurxiy qishloqlari bor. Surxondaryo viloyati hududi Markaziy Osiyodagi qadimgi madaniyat markazlaridan biridir. O'rta asrlarda Chag'oniyon viloyatning tarixiy o'zagi sanalgan. Chag'oniyon hozirgi Denov shahri yaqinida bo'lgan va maydoni jihatdan Termizdan katta bo'lgan. Denov esa asli Dexinav, ya'ni yangi qishloq ma'nosida keladi. Arab geografi Muqaddasiy ma'lumotiga ko'ra, Sig'oniyonda 16 mingga yaqin qishloq bo'lgan. Tarixchi Hofiza Abruning yozishicha, Termiz Aleksandr Makedonskiy tomonidan qurilgan va dastlab Tamarastxa, ya'ni Baxtricha, narigi sohildagi manzil ma'nosini anglatgan. Termiz shahri nomi asrlar davomida Tarmat, Termet, Tarmit, Termit, Tarmiz, Tirmis va hatto Domat shakllarida yozilgan bo'lsa, Yevropa manbalarida Aleksandriya, Dimitras, Yevgrov Detiyani deb atalgan. Sharq manbalarida esa Termiz Madinat ur-Rijol, ya'ni mardlar shahri tarzida ham uchraydi.